Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, kanalimiz podpischiklari. Sizlarga e'tiboringizga zamoqlarni aytib o'tacakman. Bu hamma zamoqlarimiz наличиеda bor hozir. Данный момент sotuvda hamcha sotiladi. Xohlasangizlar kelib remontlab qilib beramiz. Yo'qmasa bizga jo'natsangizlar pochta orqali remontlatib beramiz. Tak, Toyota Camry eski varianti. Kimda kim kerak bo'lsa, buni xabarlashaversa, cho'tki sotsialida bor. Cobalt. Tak, bunimiz yangi выпуска bo'ladi. Даже elementlarini ham topib bera olamiz. Отдельный bar elementlari sotuvda bizlarda. Elementlarimiz родной original bo'ladi. Mashina zavodga keladi uni. Ba'zi bir yerda yechilgan. Uni ham topib beramiz. Отдельный bar, отдельный ham sotamiz. Xohlasangizlar ziboriy zamoq qilib jo'natamiz. Ko'rib turganingizdek kiltlari bor versiyaning. Keyin bunimiz Spark. Spark'ning родной original bo'ladi. Mashina zavodga keladigan versiyasi bu. Xabarlashaversa, bular mana ko'rib turganingizdek полный сбор turibdi, elementlari hamma narsasi bilan. Keyin Captiva. Bu Devo Captiva bo'ladi zamog'imiz. Bular ko'rib turganingizdek сбор hamma narsasi, xamuti, полный kilti, imaging laser blok и plus nesi? Element. Keyin bundan bo'lak yana boshqa qanday lichinkalarimiz ham bor. Xudo xolasa zakaz bo'yicha bulardan olib beraveramiz agar inomarkani kerak bo'lib qolsa, qo'limizdan kelgancha polni berib bermaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bular lichinkasiz, hammasi zamok zажиганиянiki bular. Ko'rib turganingizdek, mana shunday bular toza hammasi. Bular bo'lsa mashinadan yechilgan bo'ladi. Buishniklar. Lekin biz iloji boricha yaxshi zo'r sistemani ko'rib turganingizdek, zo'r sistemasini saylab olamiz. Okay. Kimga qiziq bo'lsa xabarlashaverasizlar. Mana aytib o'tganimdek, agar kiltini yo'qotib olmasangizlar ham jo'natsangizlar, biz sizlarga ichini ochib remontlab, kilt taxlab beramiz. Videoga bir like bosib ketamiz.